Hurmatli hamkasblar, har doim ildizni bo'yab bo'lganlaringdan keyin ochib qaranglar. Mana shunaqangi kraska ko'tarilib qoladi. Обязательно shuni mana bunaqa qilib qaytib yedirib chiqishimiz kerak. Mana yana buni ochyapman. Mana keyingi qatorni mana yana kraska ko'tarilib qolgan. Ildizini o'zini bo'yaganlaringda, ayniqsa oqini bo'yaganlaringda mana shunaqa holat bo'ladi. Kraska ko'tarilib boradi tepaga. Mana shunaqa qilib bo'yab beradigan bo'lsang, soch oqi sekinroq chiqqanday tuyuladi klientga, uzoqqa yetib beradi. Endi meni ko'rsin, "Мне покажи" deydi. Men Nargiza Hayitbayevna, soch bo'yash bo'yicha ekspert, trener, koloristman. Shunga o'xshagan ko'p loyihalar profilimga joylab qo'yganman. Kirib ko'rib chiqinglar va menga obuna bo'lib, shunaqangi foydali loyihalar olishda davom etinglar. Shunaqangi qilib har bitta qator aniq-aniq ko'rinib turadigan bo'lsa, uzunligini bo'yashda ham qiynalmaysizlar. Har bitta qatorda olasizlar, bo'yab ketaverasizlar. Yana sizlarga layfhak. Oldi tomondan qarasalangan mana har bitta qator bo'lib ochilib turibdi. Paxtani qator egatlari bo'ladi, shunaqa qilib qo'ydim. Sochingizni shudgorlab qo'ying. Yo'q. Yarashib turibdi, taqdim. Bo'pti. Nima qilsangiz ham yarashaveradi. Aha, chunki men qilganman, to'g'ri.